kameralar yo'q deb hisoblaylikda bitta savol. Loyihalarimizda Qiziqarlimi yoki samaralimi? jo'jani kuzda sanaymiz degan naqlimiz bor. Xonadonlarda ichki tizimlari ham ta'mirlanadi. 580 milliard mablag' rejalashtirilgan edi. Ular to'liq o'zlashtirildi. 35 ta qozonxonalar qurilish va rekonstruksiya qilishi rejalashtirilgan. 700 milliard so'm respublika byudjet mablag'lari sarflanadi. Bu yilgi eng katta loyihalardan biri qaysi biri? Issiqlik ta'minot tizimlarida bu birinchi marta amalga oshirilayotgan loyihalardan bittasi bo'ladi. Yangi ma'muriy markazga trigeneratsiya texnologiyasi qo'llaniladi. Bunda issiqlik va sovuqlik, undan tashqari elektr energiyasi ishlab chiqiladi. Suv qozonlaridan chiqib ketayotgan issiqlik energiyasini behuda atmosferaga chiqarmasdan undan sovutish va elektr energiyasini olish bilan bog'liq bo'ladigan texnologiyalar. Shunday vaqt bo'ldiki, qozonxonalarimiz shunday o'z holicha tashlab qo'yildi. Tashlab qo'yilmadi, umuman e'tibor berilmadi, pul ajratilmadi. 50 yil, 60 yil, 40 yil xizmat qilgan qozonxonalar taqdiri nima bo'ladi? Bu yil qanaqa bo'ladi? Endi ahvoliga tushib gaplashsin. Demak, Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati studiyasida bugun yana suhbatdosh bor. Issiqlik ta'minoti aksiyadorlik jamiyati qurilish dasturlarini shakllantirish, birlamchi hujjatlar ishlab chiqish hamda monitoring qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Hojiakbar Rahmatov. Hojiakbar aka, aytingchi, mana issiqlik ta'minoti tashkil topganiga yaqinda 1 yil to'ladi. O'tgan yili qanday loyihalar amalga oshirildi va bu yilgi rejalar nimalardan iborat? Jamoliddin aka, o'tgan yili prezidentimizni 454-qaroriga asosan 19 ta qozonlarimizni modernizatsiya qilindi, rekonstruksiya qilindi, yangi qozonlar o'rnatildi. Bu loyiha doirasida 580 milliard mablag' rejalashtirilgan edi. Ular to'liq o'zlashtirildi. Hozirgi kunda shu aholimizni barqaror issiqlik ta'minoti bilan ta'minlashimiz maqsadida o'sha qozonxonalar foydalanishga topshirilib, hozir xalq xizmatida. 2026-yil uchun loyihalar uchun shundan endi prezidentimizni 393-qaroriga asosan 35 ta qozonxonalar qurilish va rekonstruksiya qilishi rejalashtirilgan. Bundan 18 ta qozonxonalar yangi O'zbekiston massivlarida quriladi. 17 tasi mavjud qozonxonalar va yangi qozonxonalarni qurilishga mablag' sarflanadi. Bu loyiha doirasida 700 milliard so'm respublika byudjet mablag'lari sarflanadi. Shuningdek, qozonxonalarimizda energiya tejamkor uskunalarni o'rnatish va eskilarni almashtirish, ko'p energiya sarflaydigan agregatlarimizni zamonaviy energiya tejamkor uskunalarga ajratilish uchun 70 milliard mablag' rejalashtirilgan. Bu haqda hali yana gaplashamiz. O'tgan yili 2025-yil oxiri bilan nechta qozonxona foydalanishga qabul qilindi va o'tgan yildan bu yilga o'tganlari qancha? Qurilish obyektlari. O'tgan yildan foydalanishga topshirilganlari shundan 14 ta qozonxona foydalanishga topshirildi. Bu modernizatsiya qilingan qozonxonalardan. Shu jumladan yana yildan yilga o'tib kelayotgan qurilishi yakunlanmagan, lekin foydalanishga topshirish holatida turgan 18 ta qozonxonamiz mavjud. Bular ham endi yilning boshi bilan birinchi chorak yakunlari bilan foydalanishga topshiriladigan qismi bor yana. 4 ta qozonxona bu birinchi chorakda foydalanishga topshiriladi, ishlar yakunlanadi. Joriy yilning birinchi choragida. Birinchi choragida. Bu yilgi eng katta loyihalardan biri qaysi biri? Qaysisini ayta olasiz? Bu yil katta loyihalarimizdan, eng katta dolzarb bo'layotgan loyihalarimizdan issiqlik ta'minot tizimlarida bu birinchi marta amalga oshirilayotgan loyihalardan bittasi bo'ladi. Jizzax viloyatidagi erka bir qozonxonamiz kogeneratsiya qozonxonasi bo'ladi. Bunda issiqlik tizimlaridan tashqari elektr energiyasi ham ishlab chiqiladi. Bundan tashqari Buxoro viloyati, Buxoro shahridagi Gulchorbog' mahallasida joylashgan yangi ma'muriy markazga trigeneratsiya texnologiyasi qo'llaniladi. Bunda issiqlik va sovuqlik, bundan tashqari elektr energiyasi ishlab chiqiladi. Hozir loyihamiz ish jarayonida, qurilish ishlari olib borilyapti. Faqat hozirgi kunda issiqlik tarmoqlarini deyarli 90% ishlari yakunlangan. Endi sovuqlik tizimini sovutish tizimini tarmoqlari qurilish boshlangan.
va o'sha texnologiyani biz Gazaport va bu qozonlar bilan tashkil topgan agregatlarni hozir muzokara olib borilyapti. Endi bu loyihalar mana an'anaviy loyihalar emas, hammasi bugungi kun talablariga javob beradimi yoki Bu endi yuqori texnologiya deb hisoblasak ham bo'ladi. Bu zamonaviy uskunalar, bu rivojlangan davlatlardagi bu bor resurslardan foydalangan holda hamma ehtiyoj talab qiladigan energiyalar ishlab chiqish bo'ladi. Bu bor misol uchun bu qozonlar yoki suv qozonlaridan chiqib ketayotgan issiqlik energiyasini behuda atmosferaga chiqarmasdan undan sovutish va elektr energiyasini olish bilan bog'liq bo'ladigan texnologiyalar. Endi juda energiya samaradorligi juda baland bo'ladi, 90% ga yetadi bu foydalanish koeffitsiyenti. O'shaning uchun bu zamonamiz endi talabi, bu xudo xohlasa bu yangi Toshkent shahrimizga ham bu texnologiyalar qo'llaniladi. Hozir shu uskunalarni tanlash jarayonida ketyapti. Rahbarlar kelishib qaysi texnologiya ma'qul va uni sifati va narxini kelishilgandan so'ng xulosa bu loyihalarimiz amalga oshadi. endi qarang, bitta bu endi kameralarni yo'q deb hisoblaylikda bitta savol. Mana hududlar bor, viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi. Qaysi hudud menga ber, menda quraylik degan bir tashabbusni ko'p bildiradi? Qaysi hudud? Tashabbuskorlardan Andijon viloyati tashabbus bildirib turgan viloyatlardan qancha bo'lsa qozonxonalar. Andijon viloyat issiqlik ta'minoti. Shuhrat aka boshliqlari Andijon viloyat issiqlik ta'minoti MJK korxonamiz qozonxonalarda eskirgan va konservatsiya bo'lgan qozonxonalarning o'rniga yangi qozonxonalar taklifini berib turadigan insonlardan. Navoiy viloyatimizda Jamoliddin aka bor, bosh muhandis, har doim tarmoqlari yoki qozonxonalari eskirgani bo'yicha murojaat qilib turadi. Buni qo'limizdan kelgancha imkoniyat doirasida dasturlarga kiritish, mablag'larni moliyalashtirish uchun ajratishda qo'ldan kelgancha vazifa qilyapmiz. Yana qaysi loyihalar bor 2026-yilda? Yana bir qiziqarli loyihalarimiz. Qiziqarlimi yoki samaralimi? Qiziqarli bu hozir bizga. Qiziqarli. Sababi bu yerda ham trigeneratsiya texnologiyasi qo'llanadi. Buxoro Erka markaz qozonxonamiz o'rnida hozir zamonaviy mana shu trigeneratsiya uskunasi o'rnatiladi. Bunda davlat xususiy sherikchiligi bitimlari, memorandumlari imzolangan Saudiya Arabiston qirolligi bilan. Xudo xohlasa bu shartnomalar, bitimlar kelishib bo'lindi deyarli. Hozirgi kunda qozonxonamizda уже demontaj ishlari 90% yakunlangan. Tarmoqqa ulangan hozir iste'molchilarimizni Erka 1 va Erka 2 qozonxonamizga taqsimlab turibmiz. Bu yerda ham katta turistik markaz quriladi. Erka markaz yondosh hududida. Endi mana yangi O'zbekiston massivlarida buni endi tushunamiz. Hammasi yangi. Shu loyiha asosida bugungi kun talablari nuqtai nazaridan quriladi qozonxonalar. Lekin shu vaqtgacha 50 yil, 60 yil, 40 yil xizmat qilgan qozonxonalar taqdiri nima bo'ladi? Ular rekonstruksiya bo'ladigan bo'lsa, qayt yo'sinda rekonstruksiya bo'ladi. Savolingiz o'rinli. Mana hozir Navoiy viloyatida Uchquduq tumanida shaharchani aholisi shu paytgacha issiqlik ta'minoti bilan ta'minlangan. Qozonxonada rekonstruksiya ishlari olib borilyapti. 110 megavatli qozonxona qurilyapti. Shu bilan birga uni issiqlik tarmoqlarini ham to'liq almashtirilib, yangisiga, ya'ni energiya tejamkor PPO turbalar deymiz. Izolyatsiyaga ham ko'p qoplamali turbalarga almashtiryapmiz. Bundan tashqari ichki tizimini ta'mirlash uchun hozir pul ajratish choralarini ko'rib, ham bundan tashqari individual issiqlik punktlarini ham o'rnatish ishlarini xudo xohlasa bu yil amalga oshiramiz. Shunda bu shaharcha to'liq yopiq tizimga moslashgan va eng juda samarali, iqtisodiy samarador va
energiya tejamkor shaharchaga aylanadi. Zarafshonda, Uchquduqda. Uchquduq. Zarafshonchi. Zarafshon- Zarafshonda qachon bo'ladi? Zarafshonda hozir yangi tarmoq ketyapti. Bu 13-14 kichik hududlari mikrorayon deyiladi ularda. Shu hududlarda ham hozir yangi tarmoq tortilyapti. Zarafshonda ichki tizimini biz kuni kecha shu masala bo'yicha o'rinbosarimiz Alisher Eduardovich bilan muzokara qildik. Jahon banklaridan, moliya institutlaridan mablag' yo'naltirishdi. Bunda kafillikni viloyat hokimligi orqali ichki tizimni tayyorlamoqchimiz. Bu Zarafshon tumanini nazarda tutganmiz. Demak, ichki tizim viloyatga yuklanadi. Asosiy qozonxona va markaziy quvurlar Jahon banki mablag'lari asosida. Jahon banki asosida bo'ladi. Bunda jahon banklari bizlarga institutlar vazifasini bajarib beradi. Birdan davlat byudjet mablag'larini yo'naltirishni oldini olib, bir jahon banklaridan oladigan mablag'larimiz hisobiga buni qayta kreditlash tamoyili asosida mahalliy byudjetlar buni o'z imkoniyatidan kelib chiqib tasdiqlangan grafik asosida qaytarib boradi. Qozonxonalarimiz mana eskirgani, tarmoqlarda eskirgani hisobiga energiya resurslari ko'p sarflangan. Buni ta'mirlash uchun afsuski shunday vaqt bo'ldiki, qozonxonalarimiz shunday o'z holicha tashlab qo'yildi. Tashlab qo'yilmadi, umuman e'tibor berilmadi, pul ajratilmadi. Xalqaro moliya muassasalaridan mablag' ajratilmadi. Faqat davlat yelkasiga tashlandi. Davlat albatta hammasini bir vaqtning o'zida bajarmaydi. Yani mana prezidentimizni islohotlaridan bittasi bu byudjetda ajratilgan mablag'lar hisobiga oxirgi yillarda infratuzilmani rivojlantirish dasturlari doirasida juda katta mablag'lar ajratilyapti. Bu shu jumladan issiqlik ta'minot korxonalariga va issiqlik ta'minot tizimiga mana o'tgan yilning o'zida 500 milliard rejalashtirilgan bo'lsa 580 milliard. 500 milliard nima? So'mmi, dollarmi? 500 milliard so'm byudjet mablag'laridan ajratish rejalashtirilgan, lekin 580 milliard so'm mablag' o'zlashtirish ko'proq bo'lgan. Ko'proq bo'ldi. Bu yil mana 2026-yil 700 milliard so'm rejalashtiryapmiz. Shu yilma-yil bu mablag'lar oshib boraveradi infratuzilmamizni rivojlantirish hisobiga. 2030-yilgacha bo'lgan strategiyamizda bu qaysi qozonxonalarni ta'mirlashimiz, tarmoqlarni hammasi nazarda tutilgan. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasida 781-qaror ham imzolandi. Endi qarang, biz raqamlarni gapiryapmiz, sonlarni aytayapmiz, loyihalarni nomini aytayapmiz, lekin o'tgan yili qancha aholi ilk marta markazlashgan issiqlik ta'minotiga ega bo'ldi yoki markazlashgan issiqlik ta'minoti sifati yaxshilandi va bu yil qanaqa bo'ladi? Endi aholiga tushib gaplashsak. O'tgan yilgi loyihalarimiz doirasida 16 mingta markazlashgan issiqlik ta'minotiga ulangan uylarimiz mavjud bo'lganligi bo'lsa, undan 2200 tasi o'tgan yil loyihalar doirasida sifati yaxshilandi. Bu markazlashgan issiqlik tarmoqlarini va qozonxonalarni modernizatsiya, rekonstruksiya qilish hisobiga shundan 309 ta uylar ilk bor markazlashgan issiqlik ta'minotidan qamrab olindi. Bu yil 2026-yilda qancha ilk marta qamrab olindi? Bu yilgi dasturlarimiz, loyihalarimiz doirasida 600 ta uyda. Bu 2 barobar ko'payyapti. 2 barobarga ko'payyapti bu qamrovimiz. Sifat qanchasida yaxshilanadi? Sifat yaxshilanishi bo'yicha bu yil 1000 tadan ziyod bo'ladi. Qamrovimiz mavjud qozonxonalarni rekonstruksiya qilish va yangi qozonxonalar qurishimiz hisobiga. Bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, 26-yil va 27-yil dasturlarimiz doirasida qozonxonalarni ta'mirlash va tarmoqlarni ta'mirlashdan tashqari xonadonlarning ichki tizimlari ham ta'mirlanadi. Bunda xalq tilida gorizontal va tik quvurlarimiz almashtiriladi. Yotiq va tik quvurlar. Quvurlarimiz almashtiriladi, ichki tizim bilan ta'mirlanadi. Bu qayerda qancha bo'ladi? Hududlar kesimida aniq belgilanganmi? Albatta belgilangan. 26-yilda sifati yaxshilanadigan, barqaror issiqlik ta'minoti bilan ta'mirlanadigan uylar 1962 ta.
1962 dan tashqari xonadonlar soni esa 103 mingta xonadonni tashkil qiladi. Bu Katta ko'rsatkichmi? juda marramiz katta olganmiz. Ijtimoiy sohalar esa 76 dan tashkil qiladi. Ijtimoiy sohalarda ham markazlashgan issiqlik 100-qarorimizga asosan ijtimoiy sohalarda ham barcha Xizmat ko'rsatish. markazlashgan issiqlik tarmoqlariga ulashishimiz nazarda tutilgan. 103 mingdan ortiq demak xonadondagi tik va yotiq quvurlar almashadigan bo'lsa, bu juda katta ko'rsatkich. Eng ko'p qavatli uy qaysi hududda? Navoiy viloyatida bu 624 dan tashkil qiladi. 624 ta. Uylar esa 25165 dan tashkil qiladi. To'rtdan biri Navoiy viloyatiga to'g'ri kelyapti. Shunday. Bundan tashqari Samarqand viloyati 451 ta uy, 41925 ta xonadon ulanadi. Bunda 7 ta ijtimoiy korxonalarimiz, ijtimoiy soha obyektlarimiz qamrab olinadi. Qurilish boshqarmasini o'sha rahbar o'rinbosari sifatida mana shuni his qilyapsizki, albatta loyihalarga kengaytirish uchun o'zingiz ham tashabbus bildirasizmi? Yoki men boshliq o'rinbosariman deb o'zingiz orqaga olasizmi? Qaysi loyihada siz mening o'zimni pochirkim bor deb hisoblaysiz? Mana shu hozir bo'layotgan yoki amalga oshayotgan? Endi jamiyatimiz yaqinda tashkil topgan, xudo Bir yil bo'lyapti. Bir yil bo'lyapti. Endi xudo xohlasa loyihalarimiz, yangi loyihalarimizni taqdimotlarini qilganmiz. Bu 26-yilda xudo xohlasa 27-yilda qurilayotgan obyektlarimizni buni o'sha aytgan pochirklarimizni ko'ramiz xudo xohlasa. Hozir yo'qmi? Bitta mana shu loyihada men o'z hissamni qo'shganman haqiqatdan deydigan loyiha yo'qmi sizda? Endi loyiha ish jarayonida, endi jo'jani kuzda sanaymiz degan naqlimiz bor, u ish jarayonida hali foydalanishga topshirilgani yo'q. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Albatta jo'jani kuzda sanaymiz. Bular qurilish loyihalarini biz albatta keyingi kuzda xizmat ko'rsatish boshlanganda seza boshlaymiz. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.